O'rtoqlar, bu mashina 1976-yili Eronning podshohining buyurtmasiga asosan ishlab chiqarish boshlangan. Hozirgi kunga kelib o'zini chiroyini yo'qotmagan. Endi esa klinikamizda o'rnatilgan Amerikaning mashinasini ko'rsataman o'rtoqlar. Thomas Edison asos solgan korxonaning mashinasi. Mana o'sha ko'rsatmoqchi bo'lgan mashina o'rtoqlar, bu 128 kesmali MSKT apparati. Oddiy til bilan aytadigan bo'lsa, tasavvur qilinglar, katta to'rt turibdi-da, bir deganda 128 qavatga bo'lib tashlaydi. Bu insonni tanasi, tana a'zolari, to'qimalarini aniq va ravshan tasvirga tushirib beradi. Yana bir misol, yurakni bilasizlar, doimiy ravishda ishlab turadi, qon aylanib turadi organizmda. Shu harakatlarga ulgurib qolish kerak tasvirga tushirishga. Mana bu MSKT apparati bemalol shubhasiz tushirib beradi. Ikkilanmasdan kelaverasizlar o'rtoqlar.